Granular lemmasi. Faraz qilaylik, x0 dan x gacha bo'lgan kesmada ux va vx funksiyalar uzluksiz va manfiy bo'lmasin. Agar ular uchun ushbu baholash o'rinli bo'lsa, u holda tengsizlik bajariladi. Isbot. Isbotni ikki holatga bo'lamiz. Birinchi holatida x0imiz x dan kichik bo'lsin. A 0 dan katta son. Bu holatida mana bu modulni tashlab yozsak bo'ladi. Endi mana bu narsani tenglamani tengsizlikning chap tarafiga bo'lamiz. Keyin bir narsani e'tiborga olsak, bundan hosila olsak, mana sondan hosila 0 bo'ladi. Bundan hosila esa u ko'paygan v ga teng bo'ladi. Natijada men agar ikkala tarafini v ga ko'paytirib yuborsam, aynan mana u va v ga teng bo'ladi. Shuning uchun mana buni ifodani tengsizlikning chap tarafiga bo'lib, suratlarga vx ni ko'paytiraman va yozaman. Birinchi navbatda bo'laman mana. Endi vx ga ko'paytiramiz. Ikkala tarafini ham. Vx va ux nisbat bo'lgani uchun ux ni tengsizlikka ikkala tarafiga ko'paytirsam, tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. Endi suratni mana bu mahrajni hosilasi shaklida yozaman. Endi mana bu hosilani t taqsim dx deb, dx ni tengsizlikning o'ng tarafiga o'tkazsam. Endi ikkala tarafini x0 dan x gacha integrallaymiz. Chap tarafini integrali ln modul a plus x0 dan x gacha ut vt dt ni moduli bo'ladi.
Endi x0 dan x gacha qiymat berishimiz kerak. Bu tarafi o'z holatida qoladi. O'zi mana bu yerda t bo'ladi. Bu yerda ham. Endi x ni qo'yib yozsam, ln minus endi x0 ni yozsam, qo'yib yozsam, plus x0 dan x0 gacha bo'ladi endi. Kichik yoki teng integral x0 dan x gacha dt. Endi mana bu integral x0 dan x0 gacha bo'lgani uchun 0 ga teng bo'ladi. Demak, faqat ln a qolib qoladi. Buni tengsizlikning o'ng tarafiga o'tkazib yozaman. Endi tengsizlikning o'ng va chap taraflari musbat bo'lganligi uchun darajasida aynan shu sonlarni olib kelib qo'ysam, tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. Lekin mana bu bilan ni o'rnini almashtirib, ln dan qutulishim mumkin. deb yozsam shuni. Endi mana bunday tengsizlikka ega bo'ldik. Mana bu oldindan berilgan edi. Bu nimadan katta edi? U dan. Demak, bundan ko'rinadiki, ux funksiyamiz mana bu demak, mana bu tengsizlikni bajaradi. Endi ikkinchi holatini ko'rib chiqamiz. x0 x dan katta bo'lsin, a'miz musbat son. Bu holatda mana bu modulni tashlash uchun x0 bilan x ni o'rnini almashtirib tashlayman. Shunda bizda demak u x kichik yoki teng a plus x dan x0 gacha bo'ladi endi. Avvalgi ishni qilamiz. Tengsizlikning o'ng tarafini chap tarafga bo'lib, suratlarga vx ni ko'paytiramiz. x dan x0 gacha mana endi vx larni ko'paytiramiz. Suratni mahrajni hosilasi shaklida yozaman. dx deyman va dx ni o'ng tarafga o'tkazib tashlay. Keyingi safar yozib o'tirmay shuni. X dan x0 gacha
Endi ikkala tarafini x0 dan xgacha x dan x0 gacha integrallaymiz. O'ng taraf chap tarafining integrali ln modulda bu joylarda t bo'ladi. Endi x va x0 larni qo'yib yozsam. Minus endi x0 ni qo'yaman. Yoki teng integral x0 dan x gacha vt dt x dan x0 gacha uzr. Endi soddalashtirsak. Mana bu integral 0 bo'ladi. Sabab x0 dan x0 gacha bo'lyapti. Shunda mana bu yerda ln a qoladi modulda. Buni o'ng tarafga o'tkazib yozsam. Endi ikkala tarafiga ham y darajasiga olib borib qo'ysam, bular musbat bo'lganligi uchun tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. Natijada logaritmdan, natural logaritmdan qutulamiz. Demak, mana bunday tengsizlikka ega bo'ldik. Endi mana bu narsa oldindan berilgan ux dan katta yoki teng edi. Natijada bizlar uximiz mana bu tengsizlikni qanoatlantirishini topamiz. Natijada avvalgi mana bu va avvalgina birinchi holatdagini umumiy qilib yozadigan bo'lsak, mana birinchi holatda mana bunday edi. Ikkalasini umumiy qilib yozadigan bo'lsak, mana buni ham yozib qo'yay yoniga. X 0 dan x gacha ux kichik yoki teng a shu joyda ozgina xatolikka yo'l qo'yibmiz. Mana bu narsa y darajasida turishi kerak edi. Mana bu ham modul x0 dan x gacha vt dt ni modul. Mana buni ham to'g'rilab qo'ysam, demak, lemmamiz isbotlandi.